Assalomu alaykum hurmatli tadbirkorlar, buxgalterlar. Xabaringiz bor, oxirgi kunlarda qo'shilgan qiymat solig'ining soddalashtirilgan tartibiga o'tish va u haqida ko'plab ma'lumotlar berilmoqda, targ'ibotlar olib borilmoqda. Sizlarga qo'shilgan qiymat solig'ining soddalashtirilgan tartibiga o'tishdan oldin e'tibor qilishingiz kerak bo'lgan muhim ma'lumotlar haqida aytib o'tamiz. Xabaringiz bor, joriy yilning 26-may kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 100-sonli farmoni imzolandi va kichik biznesga bir qator soliq bo'yicha yengilliklar berildi. Shu jumladan qo'shilgan qiymat solig'iga o'tish chegarasi 1 milliard so'mdan bazaviy hisoblash miqdorining 12 ming barobari, qariyb 5 milliard so'mgacha oshirildi. Bundan tashqari qo'shilgan qiymat solig'ining soddalashtirilgan tartibi joriy qilindi. Agar siz qo'shilgan qiymat solig'ini soddalashtirilgan tartibiga o'tmoqchi bo'lsangiz, albatta hozir aytiladigan ma'lumotlarga e'tibor berishingiz lozim. Soddalashtirilgan tartibda qo'shilgan qiymat solig'ining stavkasi 6% qilib belgilangan. Ya'ni siz realizatsiya qilish chog'ida qo'shilgan qiymat solig'ini 12% bilan emas, 6% bilan realizatsiya qilasiz. Bundan tashqari, sizning xaridlaringiz bo'yicha qo'shilgan qiymat solig'ini hisobga ola olmaysiz. Shuningdek, foyda solig'ining stavkasi 0 qilib belgilangan, ya'ni foyda solig'i to'lamaysiz. Bundan tashqari, qo'shilgan qiymat solig'ining soddalashtirilgan shakliga o'tgan paytingizda sizdagi qo'shilgan qiymat solig'i bo'yicha ortiqcha to'lovlaringiz hisobdan chiqariladi. Ya'ni sizning zachotlaringiz bo'lsa, ular hisobdan chiqariladi. Yaqinda chiqadigan va ushbu farmon ijrosi bo'yicha Vazirlar Mahkamasi qarorida boshqacha tartib nazarda tutilmasa, u holda Soliq kodeksining 269-270 moddalariga e'tibor qilishingiz lozim bo'ladi. Chunki agar siz asosiy vosita, transport vositalari, ko'chmas mulklar xarid qilgan bo'lsangiz va byudjetdan qo'shilgan qiymat solig'ini qaytarib olgan bo'lsangiz va keyinchalik qo'shilgan qiymat solig'ini soddalashtirilgan tartibiga o'tsangiz, u holda o'sha byudjetdan qaytarib olgan qo'shilgan qiymat solig'ini to'liq yoki qisman byudjetga qaytarib to'lab berishingizga to'g'ri kelishi mumkin. Chunki Soliq kodeksining 270-moddasida mana shunday tartib ko'zda tutilgan. Endi sizlarga qo'shilgan qiymat solig'iga qanday o'tish tartibi bo'yicha real korxonalar misolida ariza jo'natish va o'tishni ko'rsatib beramiz. Eslatib o'tamiz, agar siz soddalashtirilgan tartibga o'tmoqchi bo'lsangiz, ariza yuborayotgan oyingizdan keyingi oyning 1-sanasidan o'tishingiz mumkin bo'ladi. O'ylaymizki, berilgan ma'lumotlar siz uchun foydali bo'ldi. Bizni kuzatishda davom eting. Videolarimizni yaqinlaringiz bilan bo'lishing. Agar sizda taklif, fikr, mulohazalar bo'lsa, kommentariyalarda yozib qoldirishingiz mumkin. Unutmang, moliyaviy va huquqiy savodxonlik har qanday biznesning asosidir. Rahmat, sog' bo'ling.